Assalomu alaykum. Uzun marketda yangilik 2026-yil 22-apreldan 12-iyungacha bo'lgan e, pullarda, chiqarilgan pullar uchun olingan komissiyalarni bizga kompensatsiya qilib beryapti va 2026-yil 13-iyundan 30-iyungacha bo'lgan jamiki chiqarmalar uchun e, komissiya olmayapti. Endi hozir ko'pchilikda savol, endi hamma biladi bu narsani. Uzun marketda o'zi ham ko'rsatma qilib qo'yib qo'yibdi. O'zini shaxsiy tarmoqlarda chiqarib qo'yibdi, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatma qilib. Shunaqa bo'lsa ham shuni video tarzda qilib o'zimiz obunachilik ko'rsatishga qaror qildik. Xo'p, bizaga Tidoxdan kelgan shot fakturalarni qanaqa qilib qabul qilishimizni ko'rsatamiz. Demak, biza kompyuterimizga birinchi navbatda imzoni zaposka qilishimiz kerak. Shunaqa ko'rinib hisoblanadi. Shundan keyin payskaga kirib Tidox deb yozamiz. Mana birinchi chiqqan saytga kiramiz, bu Tidox sayti bo'ladi. Xo'p, buni shaxsiy kabinetimizga kira olishimiz kerak. Kalitlarimizni tanlaymiz. Kirish. O'zimizni parolimiz bilan kiramiz. Demak, hisoblarga qaraymiz. Kiruvchi bo'limiga qarasak, bizga kelgan shot fakturalar shu yerda turadi. 06/06/2026-yilga kelgan oxirgi shot fakturani ko'ramiz va qaraymiz. Xizmatlar degan joyga qarab tekshirib chiqamiz. Обработка возврата склады по накладной shunga o'xshagan narsalar bu yerda bizani uslugimiz yo'q, unga tegmaymiz. Hop, ikkinchisiga kiramiz. Yo'q. Xo'p, mana bu yerga yozib qo'yibdi. Ikkinchisi plata za услугу еженедельного вывода deb yozib qo'yibdi. Mana shuning uchun bizga mana summa ajratilgan kompensatsiyaga. Xo'p, buni biz imzolab qo'yamiz. Mana bu yerda imzolash turibdi. Imzolashni bossak bizdan elektron kalitimizni, parolni so'raydi, kirgizamiz. Ko'rib turganingizdek imzolangan bo'lib qoldi. Va chiqsak, bunaqa yashil galочка yonib qoldi. Xuddi shunaqa yana kimga nechta kelgan bo'lsa ko'ramiz. O'sha chislo atrofida qancha kelgan bo'lsa ko'ramiz. Uslugalarni o'qib chiqamiz. Agar uslugalar ichiga bo'lmasa, demak biz imzoladik. Shu bilan kompensatsiyani kutamiz. Imzolangan kundan boshlab 14 kun ichiga tushirib berar ekan. Kutamiz.